Salom hammaga do'stlar. Ovozlarga ahamiyat beringizlar. Men sizlarga uyimni tanishtirib o'taman. O'zim qurganman. 3 qavatli, mana shunaqa tipa. Kimda katta zal. Hali bu katta zalda bo'laman. Sizlar? Katta zalda bo'laman. Bo'lib bo'lgandan keyin sizlarga o'zim aytaman. Bunaqa tashqariga chiqadigan yo'l. Keyin tashqariga chiqadigan yo'l. Keyin bu yerga kiramiz. Bu yerda shunaqa deyman, o'zimdan qurganman. Mana bu yerda oddiy nima desam ekan. Tashqari ko'chaga chiqadigan yo'l demoqchiman birozda. Ash devan qilib ketdim. Endi ketdik. Keyingi uyim yo'q bitta masjiddan chiqamiz. Bu ikkinchi qavatimiz edi. Tepadagi uchinchisi, bu birinchisi. Tezroq ko'rsatib o'tay. Rasmi ko'p emas endi. Obzor, uyimiz obzor deyman. Obzor. Oy, kuxnya. Tez qilib beryapman. Chunki vaqtim kam. Keyingi uyimizda bu detskiy. Uni o'zim qurganman, chunki bu payti divanni bilmagan. Keyin oldingi uyimni ham ko'rsatib o'tishga harakat qilaman tezlikda. Yo'q. Uyim hamma ishini yaptim. Bo'rlar bor-da, chunki kiraveradi ahmoq bo'rlar. Harakat qilaman 2 minut bo'lib ketmasa kerak. Yo'q, 2 minut bo'ldi. Prosta 2,5 minutda. 3 minut bo'lmasa kerak to'g'risi aytsam. Buni ham o'zim qurganman. Bu ham katta zal birinchi boshida. Hali ana uyim qilmaganman. Mana bunaqa. Shu divanni qurib ketmoqchiman. Divanчик, Испания. Shunaqa kattagina zal, qizilli uy, qizil deymiz. Shunaqa ko'chaga chiqadi. 3 minut ketadi hozir. O'tdi do'stlar, короче. Hozir mana shu uyimdan mana shunaqa zal tashqari chiqadigan. Buni ham tashqari chiqadigan. Hayy!